1993-yil 29-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining qarori bilan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni deb belgilandi. Vatanni himoya qilish, uni ko'z qorachig'idek asrab-avaylash yurtning har bir farzandi vazifasidir. Vatan himoyachilari kunini nafaqat harbiy xizmatchilar, balki ayni vaqtda armiya safarlarida o'z burchini o'tab qaytgan vatandoshlarimiz va ertaga xizmatga boradigan ming-minglab navqiron yigitlarning bayrami deb qabul qilingan. Ona yurtimiz har doim o'zining mard, jasur yigitlari bilan faxrlanib kelgan. Yigitlarimiz ota-ona va oilasini o'z yashayotgan tuprog'ini muqaddas bilib, vatan himoyasi uchun doim shay turishni burch deb hisoblagan. Ushbu bayramning nishonlanishi xalqimizning o'z milliy armiyasiga nisbatan cheksiz hurmatini, alp yigitlariga nisbatan iftixorini bildiradi. Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markazi jamoasi nomidan barcha vatan himoyachilarini ushbu muborak bayram bilan tabriklaymiz hamda ularga oilaviy tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Hayotingiz doimo sharaf va zafarlarga to'liq bo'lsin. Vatanimiz osmoni doimo musaffo bo'lish uchun har doimgidek o'z kuchingiz ayamang. Barchani Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.